Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli hayvonlari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerlaridan biri bo'lgan joyda 4 qavatli binoni 4-qavatida joylashgan 2 xonalari отдельный bo'lgan kvartira bilan tanishib chiqamiz. Местоположениесі bu svetofordan o'ng taraf stadion. To'g'riga kelsangizlar Urdu. Belki svetofordan o'ng kelsangizlar Urdupi. Ya'ni asıl pedagogический institut. Evde Jo'rabek salon, hurmatli tomoshabinlar. Messasi dahshat. Messasini gap qilish mumkin emas. Belada transportlar iminiy ish yo'lidan 19 yuradi. Agar argo yo'lga chiqaman desangizlar, u yerdan 18 yuradi. 7'ye 5'e minaman desangizlar, yine belki svetofordan çapa, yaşı 7 bilen 5. Onlara svetofor görüp tuttuk, şu svetofordan aşı domlu teyinden ara yollarına ötüp dursanızlar 7 bilen 5 toxtaydı hurmatli tomoshabinlar. Yani başım bala, işkilib darital, parital, messasi zo'r hurmatli tomoshabinlar. Messasini gap qilish mumkin emas. Dokument ham taq, hem doğru ada o'tadigan, bahasam arzon. Hurmatli tomoshabinlar, joyimizga gap qilish mumkin emas. Qani ketdik esa ichalari bilan bir danishib chiqamiz. Esa ichalar bilan videoni boshlamasdan oldin bir like'ni bosib, Urganch shahridan arzon narxda 2 xonali kvartira qidirib yurgan danishlarga tashlab qo'yinglar. Biz esa xudo xolasa uyning ichiga kirib ichalar bilan danishishni boshlaymiz. Let's go. Hurmatli tomoshabinlar, ketdik. Tak, aytib o'tganimizdek, hurmatli tomoshabinlar, joyimizga yetib keldik. Joyimizda podyezdlar ham hattoki remont bo'lgan. İçanam 100% remontdan çıkarıp xonalarini отдельный etip ayak tellerinden taxta pol etip qo'yibdilar hurmatli tomoshabinlar. O'zlari yashash uchun qilingan joy. Men endi bir qator ko'rib o'tdim. To'shni shu o'zlari yashash uchun qilingan joy. Atak sotiladigan joy bo'lsa, buni tellerini taxta pol etib o'tirmas edilar. Qani? Bismillah. Assalomu alaykum va barakatuh. Ayak telleri hem yeri taxta pol, vannadan tashqari. Bu bizning giradon prixo'shka zona. Bunda prixo'shkalar ham o'zi turib qo'yibdilar. Giyim asıp, tene ayak kiyimlerini koyup yani ötelerler. Özü bu yine işçi işte burada götürürse addelini etip bir anda zal, arayanlı spalini kalıp koyuttular. Bu işler hem yaşlı işlerden koyulgan. Şimdi aboya temelde senler hem kıyınemez. Yukarıda bir pökek basasladan şöyle deval özü teptekiz. Abo basıp arasında hiç kendin aboyu kılış muamma emesinde. 3 günde normal ustayken 3-4 günde uttaşıdı. Tak, girgenini danıştırıp öttik, yolun üstlerini görsettik, messasi yaxşı, 2 institutdan yakın, yani Urdu'ga mı yakın, bir anda Urdupi dediler, Urganch Devlet Pedagogический institutdan yakın, pedagogический. Tak işte ortada joylashgan joyimiz. Hem bahası arzon. Yine bunda bizden sanuzul, ayak telleri kafel, devalları plastik, patologam plastik, ventilasyonlusu ba. Yine suları çıkıp tuttu. Bez nasos. Bunlar olmazlar. Son soğuk son. Şef tuttu. Hem böylece simisitlerinden yine bağudan kokuttu. Şimdi bağu bilen geçkenliğin bir kontraktımız yok. Üzerimiz bağu işletkenden keyin sıfetine aytıp ötecekmez. Sıfetine gap buluşu mümkün emez. Simisitlinde. Yine bundan unitazım, taze unitaz. Tüm akuratni çıkan remontu rakamnagam sığdırganlar, vannagam, unitazam. Zor. Keyinki meselede, bunda bizde kuhnemiz. Kuhnemizde benim joyni katolu. Üzerimizde şu demir katollardan ekonomik variantından aynalarını hurmatli tomoshabinlar, joyimizda 4 hamma oynasi akvaplastinoldan qilingan. Bizning katolimiz, yan tarafda bizning xudo xolasa kuxonniy mebel, vытяжка, gaz plita. Bularning zakonni ishlab turibdi. Keyin joyimizda suv qimmat bo'lsa da, o'zlarining yetkidining ariston qo'yib qo'yibdilar. Жесткий подключение qilingan, ko'rib turganingizdek, обратный klapani bilan birga. Mam sifatlisinden deluxe. Deluxe yaxşı, ataşmasam 50 litrlik. Polni şu kvartirada mesela 3 adam yaşasa yeterli. Kuxonniy mebellar ham yaxshisidan zöttürgerler. Görüp tursa, gaz plitasi taza, vытяжкасы ham taza. Vытяжкаdan doğru ko'chaga chiqarib qo'yibdilar. Bu bizning kuxonyamiz edi. Ne koysanız da oladi.
Холодильник. Ya bir koyarsa холодильникni, ya yine bir koyarsa холодильникni. Birden rozetga boylang, birden rozetga boy. Bir sene bo'lardi qilsa, bir sene холодильник. Ne deymiz? Keyingi masalada bu tarafda bizning zal. Zalımız ham zakonniy tushgan. Oyoq telari taxta pol, devorlari fon, potolokgacha, potolokni ham oq kraskalar, oq ko'plash pokrovkalar atib. Birimiz razmeri bu 1 metr sal kamroq, 1 metr emas, sal 1 metrdan kichikroq endi, bir 80 cm kichaygan joy. Shuning uchun joyimiz uzinasi atak 550 bo'lar edi, 550 emas, 480 ga 310 razmeri qilgan. Hurmatli do'stlar. Birimiz ham oyoq telari taxta pol, devorlari fon. Radiatorlar o'tgan, ben tarafida bizning закрытый balkon bor, hurmatli do'stlar. Yopiq balkon. Yo'llarımızın birden vishilka и yopiq balkonimizdan radiatorlar tortilgan. Birden oynaları akfa, devorları bilan o'tib tatib ko'tdilar. Yopiq balkon. Tak, keyingi masalada esa bizning keyingi masalada Ivan'da spalnyamiz. Birimiz 250'ye uzinası 550 razmerda tushgan. Ko'rib turganingizdek, bu devorlarimiz ham fondan chiqqan fonlar. Yine bu devorimiz ham bizani utib etilgan ekan pleslamaslik uchun. Fonni utibgan bo'lgan devor. Beren. Yine bu devorlar. Düşündese birden turba gelgan. Atapinen turbası gelip şuradan obratga ketgan. Tak что o'zlaringiz haz etib olib turib haz etib yashasanızlar bo'ladi. Balalarınız ham haz etib yashaydilar. Shundasa ko'rib turibsizlar, o'zlari uchun qilingan joy. Hech qanday olib sotarning joyi emas. Oyoq tillarini taxta pol asib oyoqtilarni laminat emas, laminat olsam beton turadi-ku. Taxta pol o'zlari uchun qilingan. Hurmatli do'stlar, joyimizda dokumenti 100% taq. Bellada suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bog'cha, maktab yanında, transportdan ham muammo yo'q. Shundasa yana tushirgan yerimizdan 19-marshrut shippollab yurib turibdi. Salbiy raqamni aytib o'tgandan 7 bilan 5 yurdi. Agar Sputnikga ketaman desangiz, Bantrapga chiqadigan bo'lsangiz, Gulyanna 18 и butun yangi bozor Gulyanna avtobuslari yuradi. Tak что bu narsalardan muammo yo'q. Maktabga keladigan bo'lsak, bu uyimiz joylashgan edi. Ahmadjon Ibragimov maktab bor. 4-mikrorayonda, ya'ni yo'lning Oryan tarafida Ulug'bek, Lomonosov, keyin bir san'at litseyi bor. Bog'chalar ham 3 bog'chasi bor edi. Tak что universitetda muammo yo'q. Agar bolalar ertaga universitetga kiraman desam, bu yoqda urdu pi, ya'ni Urganch davlat universiteti, pedagogik universiteti. Ne deymiz? Joyimiz zo'r, to'g'ri kelib yashayveradi u. Bahasını gelişeden yeri bor, üstünde qaytib beradilar. Endi necha so'm qaytishlarini bilmayman, kelib turib üstünde savdolashib olaverasizlar. Joyimiz 100% remontdan chiqqan, oyoqlari taxta pol ko'rib o'tdingizlar, bundan hech kamdan kam chiqadi. Biraz hozir ko'p odam endi o'zlarimizda ham shu olib sotamiz. Men deb taxta pol aytsa bir rasxoddanmi turibmi shu taxta pol qilmay to'g'ri shunday sotilaveradi. Shuning uchun bu yerdan olinglar, qo'ldan chiqarmanglar, yaxshi vaj. Hurmatli do'stlar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videolarimiz o'z vaqtida yetib borayotir. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, hamon bo'linglar. Kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamiz boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda sog'likda, omonlikda ko'rishishga deb qolamiz. Menga yaxshi kun, to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli do'stlar, like'larni gumburlatib, fikr-mulohazalarini kommentariya yozib qoldiramiz. To'g'ri yaxshisini yomon kommentariya aytib o'tganman, joylar yomon kommentariya loyiq emas. Shuning uchun yaxshi kommentariya yozinglar. Alg'onaman deyib aytsin.